Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotib chiqqan joyimiz ko'rib turganlaringizning shu domlarimizda bo'ladi. Yine 7 etajli domimizning 2-etajında 3 xonali joyimiz zudlik bilan arzonlikda sotib chiqdi. Hurmatli yurtdoshlar, Yevro ta'mirdan chiqqan joyimizning ichki qismi bilan tanishib chiqamiz. Hurmatli yurtdoshlar, ikkinchi qavatga yetib keldik xonadonimizga. Şu xonadonimiz bo'ladi. Girish qismini ko'rib turganlaringizda shunga o'tirib, bemalol choy ichib ovqatlanib o'tiradi. Zet qo'ydilar, mebellarni yaxshi, sifatlisini olib qo'ydilar. Restoranlarimiz shunday chiroyli, o'ng chap tarafimizda kirganimizda prixoshkalari bor ekan. Bu yerda o'tirib, televizor ko'rib ovqatlanib o'tirsa bo'ladi mehmonlar bilan. Ko'rib turganlaringizning girish qismi shunday ko'rinishda. Bu yerimizda sanuzeli bo'ladi. Oyoq telari kafe. Dapaqaloqadan kafe bo'ladi. Sanuzel ham ko'rib turganlaringizdek bir xona bilan, ya'ni katta tushgan keyin kichkina emas. Aynalar, basseyn, vannamiz ham mo'llasidan qo'yilgan, unitazlari yaxshisidan qo'yilgan ko'rib turganlaringizdek. Stollari sifatli yaxshisidan qo'yib o'tilgan. Oyoq tendagi gilamlar ham yaxshi sifatli gilamlardan tashalgan. Ko'rib turganlaringizdek. Bu yerimizda kuxnimiz ham kuxni mebellari yaxshisidan qo'yilgan. Gaz, svit, suvdan muammo yo'q. Xolodilniklari qo'yilgan bu yerimizda. Ko'rib turganlaringizdek ajoyib. Tak, bu yanimizga keladigan bo'lsak, ko'rdingizlar, chap tarafimizda esa kattalarning spalnisi, spal shkaflari, hamma narsalar o'zini mos etib taxlanib turibdi. Ko'rib turganlaringizdek, eng oxirgi zamonaviy remont ham yaxshi, sifatli narsalardan qilingan. Hozirgi stilda remont etib qo'ydilar. Remont ham umuman gap bo'lishi mumkin emas, hurmatli yurtdoshlar. Yine ajoyib etib remont etib qo'ydilar. Bu yanimizga keladigan bo'lsak, bir deytski spalni deb aytiladi. Ajoyib etib gilamlar tashlagan, bu yerimizda mebellarni qo'yilgan. Gelip görüp üstünde xudo xolasa savdolashiladi. Narxini xudo xolasa $50,000 deb tutdilar. Joyimiz zudlik bilan sotiladi, üstünde gelishib beriladi. Gelip ko'ringlar, xudo xolasa savdolashamiz. Ekranda berilgan telefon raqamlariga telefon qilaringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Joyimiz 2-qavatda bo'ladi. Kirpishning do'ng, gaz, suvda muammo yo'q.